birga faoliyat olib boryapsiz. Dilfuza opa, sizda-chi? Ustozlarim boshlang'ich sinfda o'qitgan Xolnazarova Ra'no opaga katta rahmat aytaman. Birinchi maktab o'qituvchisi Ergasheva Gavhar opa bor. Qolaversa, yuqori sinfda Aranjiyeva Muyassar opa. Mana shu faoliyatim davomida o'sha Muyassar opani juda ham ko'p ibratli so'zlari kerak bo'lsa o'shalarni qo'llayman. Mashhur pedagog bir faylasuf Artur Uilyam aytganda, o'rtamiyona o'qituvchi ma'ruza qiladi, yaxshi o'qituvchi tushuntiradi, ajoyib o'qituvchi namoyish qiladi, buyuk o'qituvchi ilhom beradi degan. Mana shu Aranjiyeva Muyassar opa haligacha mana shu faoliyatimda ilhom beradi deb o'ylayman. Qolaversa, mana shu 26-maktab ustozlari, katta opaylari faoliyatim davrida juda ham ko'p muvaffaqiyatlarga erishishimga sababchi bo'lgan. Ana shu ba'zi payt dars o'tayotganimda bir kun shu 1-oktyabr o'tgan yil edi. Bir o'quvchim ustoz dedi, dars o'qituvchi mavzusi, ustoz mavzusi edi. Ustoz dedi, sizga bag'ishlab bir she'r yozib keldim dedi. Keyin she'rini o'qib berdi. Ko'zlaridan nim yosh chiqadi-da. Xursand bo'ldim, o'sha ustozimning gapi esimga tushdi. Demak, men ilhom bera olibman. Balkim buyuk o'qituvchi emasdirman, lekin buyuk insonlar yetishib chiqishiga balkim ozgina bo'lsa ham sababchidirman deb. Shuning uchun faoliyatim davrida harakat qilaman, ilhom beruvchi, o'sha ilhomdan rohat oluvchi o'quvchilarni tarbiyalashga, ta'lim berishga harakat qilamiz. Barcha o'quvchilar. Salomat bo'ling. Ustozlik buyuk maqomda, oliy rutba. Bilasizmi, bu hamma ham ustozlik qila olmaydi. Yoshlar bilan ishlashni o'zi qiyin. Ularni ruhiyatiga tushish kerak, kerak bo'lsa bola bo'lib yashash kerak. Har bittasini har xil xarakteri bor. Kimdir erka, kimdir yopiq xarakterga ega bo'lgan. Hozirgi yoshlar stressga moyil. O'zlarini o'ziga xos bir depressiyalari bor, to'g'rimi? Ular bilan ishlash har doim qiyin. Va o'sha balki boshlang'ich sinfda, balki o'smirlik davrida ular bilan ishlash, kerak bo'lsa ularni qo'llab-quvvatlash, ota-onalar bilan hamkorlik qilish. Bu jarayonlar ham menimcha ancha-muncha mas'uliyat yuklaydi. Sahnada aktyorlarni tushunamizda, mana faoliyatini ko'rib, ular hayotiy kechinmalarni obrazlar orqali tasvirlaydi. Lekin o'qituvchi obrazlar bilan hayotni tasvirlab beradi. Maktab hayot ostonasi deb bejiz aytmaydi. Shuning uchun biz imkon qadar shu obrazlar, ba'zida kuchuk obrazini, ba'zida go'dak, ba'zida kampir, mana shu hikoya, qissalar orqali biz o'sha obrazlarni, hayotni ko'rsatib bergimiz keladi va ularni ongiga hayotning go'zalligini